Dunyoda eng katta azob qalb torligi bo'ladi. Qalbi tor odam shunaqa bo'ladiki, noz ne'matning ichida yashab, siqilib o'laveradi. Hali undan siqiladi, hali bu yoqmaydi, hali unga injiqlik qiladi, azob bilan yashaydi. O'sha odam duo qilish kerak. Parvardigor qalbimni keng qilgin deyish kerak. Ba'zi odamlar bilasizmi, hech kim yoqmaydi. Unaqa odam o'zi hech kimga yoqmaydi. O'zi ham hech kimga yoqmaydi. Odam o'zining didiga hammani solishi noto'g'ri. Ba'zi odamlar bor, o'zining didi bo'ladi. Hamma shunaqa bo'lishi kerak. Yurish turishi hamma yo'q. Odamlar inkubatordan chiqqan jo'jami senga? O'zi bo'ladigan. To'g'rimi? Inson har xilligi bilan dunyo qiziq. Shu bilan dunyo obod. Uni boricha qabul qilish kerak. Shariatda noto'g'ri narsa bo'lsa, uni to'g'ri narsa. Kamolotga bo'lsa tavsiya qilsin. Qolganiga insonning didi har xil bo'ladi. Meni didimga tushmagan narsa balki yaxshi bo'ladi. Menga ko'ra noto'g'ri narsa balki yaxshi bo'ladi. Shunaqa odamlar bor. Hamma ne'mat bor qarang. Tirikchiligi joyida, rizqi joyida alhamdulillah. Uy joy bor, bola chaqa bor, xotin bola chaqa bor, iymon bor, ibodat bor. Ancha muncha ilm ham bor kerak bo'lsa. Lekin yaylamaydi dunyoda.